Assalomu alaykum azizlar. Barchaga xayrli oqshom. Xush kayfiyat tilaymiz. Bizning yangi ijodimiz tayyor bo'ldi. Eshitib baho berasizlar. Borimda qo'llarin cho'zgan odamlar. Pul uchun vijdonin sotgan odamlar, yonimda sen zo'r deb pana-panada bir xato qilishim kutgan odamlar. Ayting, tinchligingiz buzdimmi bilmay, yoki arpangizni o'rganmidim xom. Nega oddiy insonlar ustidan kulib, zo'rlar soyasiga berasiz salom. Ba'zida ketaman baridan to'yib, soxta odamlardan qoldim-ku besib. Bugun hurmatimni qilgan odamlar ortdan yomonlashar, tinchligim buzib. Allohim havola barchasi senga, savobim, gunohim ayondir senga. Shukrlar aytamiz doimo senga, Allohim insof ber insofsizlarga. Ey behruz, duch kelma yomon insonga. Nima bo'lsa so'ragin do'sting Husandan, qo'ldan kelganicha yordam berar u. Do'sting senga ishonar chin yuragidan.